Uchun eng ideal yechimni bu videoda xarid qila olasiz inshaalloh. Men sizlarga aynan kunda 100 tadan ko'p smartfonni taklif etaman do'konimizga. 100 tadan ko'p smartfon kelar ekan. Har bir smartfonga kafolat, har bir smartfon uchun nazorat, har bir smartfon uchun kelishuv bo'ladi. Bizda naqd pulga olinadi, naqd pulga sotiladi. Eng barakali jihati shunda. Eng ishonchli smartfonlar olasiz. Ertaga sotmoqchi bo'lganingizda ham pulingizdan pashti ziyon qilmagan holatda pulingizni bo'shatib olasiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, haqiqiy zo'r smartfonlarni bugun sizlarga taqdim etishda davom etamiz. E'tibor berasizlar. 23 Ultra'ni 512 talik yangida $499 ga, hattoki salafallari olinmagan. 21 Ultra modellardagi premiumlik o'ta darajada yangi bunaqasi 100 tada bitta keladi $305 ga. S20 Ultra 280 ga ham hozir topish qiyin. Bizda esa $248 ga. Narxlar arzon, sifat yuqori. S23 Fan Edition Galaxy fanatlari uchun chiqqan haqiqiy Fan Edition model. Yonlari matov ishlangan. Snapdragon 8 Gen 1 8256 lik professionalniy tanlov. Arzon narxda 22 ni ideal qora ranglisi, ishonchlisi $255 evaziga. Tasavvur qilyapsizmi? S22 narxida 22 Note 20 Ultra 310 lik telefon $265 ga. O'ta yangi holatda. Hatto bizda 22 Ultra Dubai varianti $380 ga. 22 Ultra A+ Koreya varianti. Bunda afzallik jihati Snapdragon 8 Gen 1 bo'ladi. Hattoki plyonkalar olinmagan, to'lin oydi, oq rangda ideal tanlovni taklif etaman. 390 ga beraman, $410 sotilar edi bu modellarimiz. Aynan bugun men A17 smartfonlarini 215 sotilayotganini ta'kidlayotgan holatda yangisidan 800 ming so'm arzon, yangidan 1 gram ham farq qilmaydi. $145 ga A17 modelimiz. Aynan bugun shunaqangi yumshoq binafsha rangda, Galaxy S21 oq rangda. Bu hali hammasi emas. Violet rangini topish qiyin deysiz, to'g'rimi? Bugun esa mazkur violet rangda idealniy sostoyanida A+, ya'ni A+ deganda bironta ham nuqtasi yo'q bo'lgan, aynan qora rangini 100 tada bitta ham kelmaydigan smartfon deb ayta olaman. Bu smartfonlar mana shuncha assortimentda mavjud. Har biri olish uchun arzigulik, har biri sifatni qadrlovchi insonlar uchun A+ segmenti $200, A- $180 ni tashkil etmoqda. Sizni hayratlantirmasam, smartfonimizni zakaz bermang iltimos. Men maqtanib gapira olaman. Butun SNG davlatlari bo'yicha bunaqa smartfon yo'q. Chunki bu 23 Ultra'ning 1 terabaytlisi. Narxi esa $535 ga. $455 ga S23 Ultra'ning A- varianti. A- o'ta ideal holatda. Note seriya bu mukammallik. Note seriya bu S seriyani qotili. Note seriyani eng so'nggi avlodi bu shubhasiz Note 20 va Note 20 ning eng trend rangi bu bronza rangi. Albatta bu bronza rangdagi Note 20larimizni yangidek holatda 205 dan qilib beraman. Bu smartfonlar sizga uzoq yillik xizmat qila oladi. O'zimiz даже 220 dan olib keltirardik. Bugun 205 dan arzonchiroq varianti keldi. Foydalanib qolsalaring xursand bo'laman. 11 Pro'larimiz kirib keldi. 92, 88 haqiqiy radno ideal holatda 93-90% bilan nimaga ideal, bunaqa nimaga yangi? Bular chetdan kelgan, O'zbekistonda hali ishlatilmagan. Eng qizig'i iPhone 11 Pro'ni xohlagan rangingizda kalitsiyada bera olaman. 240 dan beraman. Xudo xolasa bunaqa 90 dan yuqori eSIMlargacha o'tgan katta kalitsiyada iPhone 11 Pro'ni qidirib ko'ring, qayerdan topa olar ekansiz. Hech qayerda yo'qligiga kafolat bergan holatda videomizni eng kuchli smartfonlar bilan ko'rsatishda davom etamiz. S15G smartfon ishoning tugamaydigan smartfon. Smartfon ishoning qo'lingizga shunaqa yoqimli $200 segmentdagi smartfonlarning qiroli, lekin narxi $160 dan. $200 smartfonlardagi eng zo'r smartfon $160 ga. Bu zo'r segmentdagi smartfon deb ayta olaman. Bugun oq rangda 12 Pro'ni idealniy holatda $128.87 $299 ga radno holatda, 13 Pro'ni esa o'ta ideal $128.97 $425 evaziga. iPhone 6 Pro Max'ni esa 98% li $959 ga, 256 xotirali 128.97% li $380 ga. iPhone 4 ni haqiqiy yangidek holatda. Hattoki 13 Pro'ni 92, hatto 100 minglargacha ochilmagan, Amerikadan kelgan eSIMlar ham o'tgan islomiy yashil rangda, qora rangda. Sizga o'zi qaysi rangi kerak? Bugun iPhone 13 Pro'ni hamma rangidan kirib keldi. Hammasi 90 dan yuqori, eSIMgacha o'tgan, Amerikadan kelgan, O'zbekistonda ishlamagan. Eng qizig'i 100 minglargacha turibdi. Smartfonlarimizni xuddiki yangi ochgan kabi ochib olasiz mana.
gullarga turibdi. Smartfon mana. O'ta noyob narsa. Aynan bugun 13 Pro oladigan kun bularni hammasini $425 dan super chegirmada e'lon qilaman. Oddiy A17 215 bor ekanda A26 ni $169 ga olsangiz, albatta yutasiz. $169 ga ishoning, o'ta arzon. Bu A56 bilan pashti bir xil. A56 dan даже go'zalroq qilib ishlangan, tim qora rangda ishlangan iPhone 14 Pro 128 GB 95%li $515 ga idealniy sostoyanida. Bu 128 83% ekan, hurmatli obunachilar. $500 ga 499 beraman. Aynan 15 Pro ni sizlarga chegirma narxida 128 84%li $629 ni tashkil etmoqda. Smartfonlar 14 Pro Max ni beramiz. 128 89%li $589 ga. Даже bizga 600 dan qimmatroq ham kelyapti bunaqa holatdagilari. 128 90%li narxi $519 ga. Hozir tarqatilayotgan narxi ham 520 530 tarqatilyapti Optimga. $145 ga A+ segmentda aylik 3 A+ ni deyarli yo'q edi. 17 Pro Max'larni zapechatni eng zo'rlarini 1650 1550 sotilyapti. 1000 Xo'p, hozir iPhone 7 Pro Max'ni bugungi narxlariga keladigan bo'lsak, ko'pchilik so'rashgan edi. 256lisini $1560 ga beraman. $1560. Bozordan arzon narxda qilib berishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Galaxy S26 Ultra'ni esa 1240 dan qilib beramiz. Bazadagi narxi ham 1250. S26lar esa $900 dan qilib beramiz. Yangi smartfonlar qanaqasi kerak bo'lsa, inshaalloh bozor narxidan arzonda, tanishingizdan arzon berishga va'da beramiz. Biz 20 yillik tajriba, katta assortimentga ega bo'lgan, har kuni 100 tadan ortiq smartfonga zo'r chegirmalar taqdim etuvchi magazinimiz. Bu bizni ikkinchi filialimiz. Birinchi asosiy filialimiz esa o'ta darajadagi noyobliklarni Telegram kanaliga joylab qo'yamiz. Albatta o'tib obuna bo'linglar.